Assalomu alaykum. Mana yangi zalimizda jo'jalarimiz xudo xolasa 6 kunlik bo'ldi. Jo'jalarni gradusini mana 30 gradus tushyapmiz, 30-31 gradus atrofida. Xudo xolasa mana yerdagi qog'ozlarni oldik, yerdagi qog'ozlarni olib, liniyalarni tushirib qo'ydik. Jo'jalar liniyadan don yeyishni boshladi. Bizdan juda ko'pchilik so'rayapti, jo'jalar yangi kelgan paytda ham portchkalarini ochishimiz kerakmi deb. Albatta, portchkalar eng asosiy o'rinda turadi. Bruler sohasida kislorod xonada harorat yetarli bo'lgan bilan kislorod kirmasa, jo'jalar dimiqishi mumkin. Buni oqibati oxiri ichiga suv to'planib o'lishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun mana ko'rishinglar mumkin. Mana ponni oxirlari kichkinaroq, bu bosh taraflari kattaroq qilib ochilgan portchkalarni. Zalimizni yamidan salafan bilan to'sib olganmiz, isitishga osonroq bo'lish uchun. Jo'jalar zichlashgan sari narigi ikkinchi yarmini ham ochib, xudo xolasa jo'jalarni o'tkazib olamiz. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan qiziq va foydali ma'lumotlarni ulashib boramiz. Agar videolarimiz sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like bilan xudo xolasa podpishka qilib turasizlar. Hammaga kattakon rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar.